pul kerak emas. Videoni ko'ring, maza qilasiz. Operator yaqinroq keling. Assalomu alaykum. Do'stlar, kirib kelayotgan Qurbon hayiti barchalarimizga muborakli bo'lsin. Odatimizga ko'ra har oy boquvchisini yo'qotgan, qiynalgan oilalarga xarajatlar tarqatamiz. Mana endi Qurbon hayitlari munosabati bilan hozir 200 ta oilani xarajatlarini xudo xolasa deyarli tayyorlab bo'ldik desak ham to'g'ri bo'ladi. Bu qarang. Ey, olib keling, pullar sachilib ketdi. Oling pullarni. Xo'p, operator turaversin. Ash joylari ham. Xo'p, qarang. Videoda ko'ring, maza qilasiz deganimiz qarang. Bir opamiz Perivalda savdo qiladilar, qarang, qurut sotadilar do'konlarda. Bu necha pul? 4 million va 100 dollar savdolarini shunday sanab olib, shu xarajatlarga berasiz deganlar. Tushunib turing. Xo'p, bir onamiz doimiy ehsonga odatlanganlar. 100 dollar kechagina kirgizib yuboribdilar nabiralaridan. Tashlarda Qo'qonlik furachilar mahallasidagi shu furachilar to'g'roq 100 dollar berishgan. Xo'p, bu 5 million. Lozim topgan joyga ishlatasizlar deganlar. Xo'p, 70 ming. Bu ham o'zlaringiz lozimni topgan joyiga. Bu 500 ming va bu yana o'sha o'zimiz jamoamizda bolalarda ehsonlari bo'lgan. Xo'p, bularni endi aka qo'yib turamiz. Do'stlar, sizlardan iltimosimiz, so'raydigan narsamiz qiynalgan oilani boquvchilar yo'qlardi. Iltimos bizga bildirishlaringizni iltimos qilardik. Xarajatlarimiz juda chiroyli tarzda bo'ldi. Alhamdulillah. Bir ukamiz qarang, sheriklari bilanmi 200 qop 25 kilolikda un, 200 ta yog', 1 tonna guruch, 5 kilodan har bir oila uchun. Mashalloh, qarang. Xo'p, o'sha maza qilasiz deganim, bu qalbi o'lmagan inson shuni ko'rganda maza qilib shuni like bosib yuboradi bu holatlarga. Endi qolgan kamchiliklariga bir ukamiz borlar. Ikkita o'rta ikkovlari qolgan kamchiliklarni xudo xolasa to'ldirib qo'yishdi va yana unga hissa qo'shayotganlar bo'lyapti. Bu safar juda go'zal bo'ladi xudo xolasa. Inshaalloh juda chiroyli holatda bolalarga hayitliklar qilamiz. Iltimos, bitta shu videoga like bosib, shu ehson qilayotganlarda duo qilib, qo'llab-quvvatlang. Inshaalloh siz ham Alloh shunga sherik qilib qo'yadi. Qarang, biz so'rayotgan narsamiz pul kerak emas. Bitta like bosib, kommentariyada duo qiling, ehson qilayotganlar. Siz ham Xudo shunga qodir qiladi, nasib qiladi Xudo xolasa. Ertaga, xo'p, shanba kuni nechinchi bo'ladi chislamiz? 23. May qadoqlash bo'ladi. 24, 25 yakshanba, dushanba bu yaxshilarni ehsonlarni tarqatish bo'ladi. Do'stlar, duo qilaylik. Alloh taolo yurtimizni tinch qilsin. Bunaqangiz xayrli ishlarni davomiy qilsin. Hammamiz bu ishlarni yaxshi ko'rib, shoshilib qilishimiz kerak. Hammaga ham nasib qilmayapti. Yana bir narsa. Shu do'stimiz Hoji akam bitta qurbonlik qivoring deb 600 dollar berganlar. So'yamiz uni ham. Shu savobi onamga borsin deganlar. Onalari olamdan o'tgan. Alloh taolo borgan joylarni jannat bog'chalaridan qilsin. Do'stlar, yana shunaqa mabodo xizmat bo'ladigan bo'lsa, qo'ychi tanishlarimiz ham bor, qo'yib turish borlar. Bizga agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, bu xizmatlarni ham qilib beraveramiz. Biz xudo xolasa jamoamiz bilan xizmatdamiz. Kuzatishda davom eting. Yana shu gap, bitta maza qilgan bo'lsangiz like bosib turib, kommentariyada duo qilib qo'ying. Siz ham shunga keyin Xudo qodir qiladi va sherik qiladi. Va yana bir narsa. Va bunaqa narsani biz kengroq, yaxshiroq tarqatish uchun bitta story ham qilib qo'ying, Jayn post qilib joylanmasangiz, bitta story ham qilib qo'ying. Maqsad sizni biz shu sherik qilmoqchimiz yaxshiligi shu, boshqa bizga hech qanaqa mana qarang pul so'ramayapsiz-ku, hech narsa so'ramayapmiz do'stlar. Bitta kommentariya, bitta like so'rayapmiz va buni yaqinlarga jo'nating, o'sha qiynalgan muhtojlarni bildiring deyapmiz. Bitta story qilib qo'ysangiz, siz ham tepa-teng sherik bo'lib qolasiz, xudo xolasa. Omon bo'ling.